Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Ibrohim G'ofurovning Mehr quyoshi nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitobda taniqli adabiyotshunos olim adib Ibrohim G'ofurovning turkum mansuralari va hikoyalari jamlangan. Muallifning o'ziga xos uslubda inkishof etgan bu bitiklari kitobxonni o'ylashga, tafakkur qilishga undaydi. Betakror tashbihlar va hissiyotlar uyg'unlashuvidan tug'ilgan ushbu mazmuni muhtaram o'quvchilarimizga mansur bo'ladi degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.